Azizlar, Baycan amyana geldik. O'tgan safar yeğenimizde 15 milyon bol verdi. Dua etip koyun, Xudo xolasa keyingi safar 30 milyon bu anda yeğimizde verdim. 30 milyon emas, Xudo xolasa bizlar hisob kitobimiz bo'yicha 40 milyona yaqinlashibdi. Giramizda hozir berish harakat etamiz, emotsiyalarni ham ko'ramiz nasib etsa. Bir dona yurakchani ihsanatga ketasizlar. Aydınmısınız? Zor musunuz? Bilmeyim. Aydınmısınız? Gelmeyin sizler. Selamünaleyküm. Rahmet sizler hem. Siz sağlık mısınız? Jo'atirgan bayramlaringiz bilan sizlarning ham. Rahmet. Rahmet. Hammasi Allohga shukr yaxshi. Shukr. Yodingizmi? Keyingi kelganimda 30 milyon bo'lg'ay dedim men. Hozir bobo Murat aytishi bo'yicha bundaki summa mendagi 10 milyon 540 ming so'm pul bo'ydi. Xayrli ihsanlari. Xudo xolasa hali bu to'xtamaydi. Ro'za Ramazon oyi tamom bo'lgani bilan to'xtamaydi. Xudo xolasa nasib etsa biz harakat etamiz. Hali siz ham bir ketdinamayali. He, bo'ldi. Men aytchakim. Bu yerda ekson ketdilar qarang. 2 milyon so'm berdilar. Ondan tashqari yana 2 milyon so'm berilgan. Bu yanda 1,5 milyon so'm, 500 ming so'm berilgan. Yine ağamız 2 milyon ber ketdilar yine. Bunun içinden 500 ming so'm bir bor, olsun tak 140 ming so'm tushgan, 200 ming so'm tushgan ish qilib, общий счетda 10 milyon 540 ming so'm pul keldi. Hava. Yine Baycanam özlerine yine pul kelib ketdiklar. Odamlar bular ham qaranglar, bular ham Xudo xolasa xayr ekson bo'lib turibdi. Shunda plus minus ben 40 milyon da koyarım endi. Hava 27,5 milyon mu 28 milyon bo'lgan ekan, to'g'rimi? Men o'zim ham Xudo xolasa üstüne qo'shib ko'raman. Mena bir 1,5 milyon so'm niyat etib qo'ydim. Inshaalloh keyingi safar mo'jud kelishim kerak. Ana 40 milyon so'm da koyaramiz nasib etsa. Oybekjon do'stim ham geldi. Zo'ra shu qo'ldan kelsa ro'zani oxirgi oylari bo'lsam, men ham shu xayr eksonim bor, undan tashqari buning ham o'zine yarasha hozir auditoriyasi bor, o'zine yarasha buning ham obunachilari bor. Qo'ldan kelsa yine de harakat etamizda. Ben bu bizlere bu xayr ekson etib turgan, bizleri qo'llab-quvvatlab videolar tarqatib turgan insonlara Baycanamdan sizlarga chiroylatib bir duo olib beraman dedim. Aytasiz. Allah'a tetanedeyim, mükemmel yakmanedeyim. Bakalım, şu Allah'ımdan üşenlerse kavveteyim. Bana da kabul edeceğim, ümilerini o katayım. Hem de kanalına soğuk kapatı otatamı ne hizmeti. Sizlerden hiç bilmenden sıfır kanalına otatamı ne soğuk kapatı kabul edeyim. Tapanlarına soğuk kapatı otatamı ne bakak güzeller. Sen Allah'ta ünlüğüne berdey. Allah'ta berdey. Ümlüğüne o gününe girip bakak güzeller. Tapınağına soğuk kapatı otatamı ne hizmeti. Allah'ta hem de sen Allah'ta berdey. Aytgan degisiz salomat bo'lgaysizlar. Yaxshi insonlar bor ekan, ey. Yine harakat etamiz. To'xtamiz. Ben aytdim size, va'da berdim. To'xtamiz. İnşallah Xudo xolasa yana qarang harakat etdik, 40 milyon so'm bo'ldi shu xalqimiz bilan. Endi nasib etsa eng kamida yine shunchalik yenglasak, bu joylari baramızda birlikte siz bilan ko'ramiz. Göğremizden kaçsı yaksa görüştürüp ana birisini size hep beramiz koyamız o zaman. O'zingiz uyingizda o'tirasiz. Rahmet. Dostum iyi doğmuş bana. Rahmet. Benim işlerim neydi? Ben beni işin aldı böyle. Dünyada olsa böyle. Hem de şu İngilizce olsa böyle. Ama şu apamanın İngemeyin işin onunla geldi. Ama bir de kanalda çok böyle. Yaşına böyle.